Men kecha baliq tutayotganimda namoz payti bo'lib qoldi. Men ustimdan pijagimni chiqardim, yerga tashladim. O'sha baliq tutayotgan joyida, ya'ni ustimdagi qalin nimani chiqarib tashladim va u yerda namoz o'qishni boshladim. Orqamda bir nechta ayol, qizlarning ovozi eshitildi. Men qarmoqlarim turgan joyda va ularning bittasi dediki, namozini bitirsin sonra dedi. Ya'ni namozni bitirsin keyin degan ma'noda. Men aytdim, bu yerda bir muammo bor. Ular meni bu yerda namoz o'qiyotganimdan rohatsiz bo'lyapti, boshqa. Ya'ni bir tahdid his qildim u yerda. Shuning uchun namozni biroz tezroq o'qidim, boshqa bo'ldim. Keyin turib qaraganimda, buyuring, ya'ni marhamat nima gap deganimda, ular aytdiki, "Abi dedi, sen dedi oltaying bilan rasmga tushsak maylimi?" dedi. Ya'ni qarmog'ing bilan qo'limizga ushlab rasmga tushsak bo'ladimi dedi. Qarang. Mutlaqo bu yerda xavf yo'q edi, lekin men nega xavf his qildim u yerda? Normal bir holatda meni ichimda to'g'ri narsa emas, noto'g'ri narsa tushunildi. U meni zehnimda qayerdan paydo bo'ldi? Nega paydo bo'ldi bu? Chunki men kichkinaligimdan doim qo'rqitildim. Ya'ni men derkan jamiyat o'laroq qo'rqitildik. Doimiy birinchi tahdid paydo bo'ladi, keyin qo'rquv paydo bo'ladi. Hech qachon qo'rquv paydo bo'lib, keyin tahdid paydo bo'lmaydi. Har doim birinchi tahdid paydo bo'ladi.